Akam, bu hayotingizda sizga to'g'ri keladigan mashina bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shu videoni ko'rmagunizcha. E'tiboringizni Mona Lisa'ning rasmi ham bunchalik tortmagan. Bu mashinalarga qaragan saringiz to'ymaysiz. BMW X5 M Competition avtomobili. Shu bilan birgalikda BMW M5 G90 kuzovda. Avtomobillarimiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan zavodskoy seriya matviy rangda bo'ladi. Ikkala avtomobilimizga bir xil kovunli diskalar taqib qo'yilgan va obveslariga klassik karbon elementlar ishlatilgan. Bu avtomobilimizga boshqacha did berib turibdi. X5 M Competition 4 litrli twin turbo dvigatel 625 ta ot kuchi 0 dan 100 km ga 3.7 soniyada tezlanadi. M5 G90 4 litrli twin turbo dvigatel bilan jihozlangan 727 ta ot kuchi 0 dan 100 km ga 3.4 soniyada tezlanadi. Va M5imizning oporniy diskasi karbon-keramik diska. Va avtomobillarimizning eshiklarida plisoskalari mavjud. Avtomobillarimizning komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, akam hayolingizdan nimaki narsa o'tkazgan bo'lsangiz, shu avtomobillarda hammasi mavjud. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonimizda M sedenalarda bo'ladi. Akustika Power Wilkinson, massaj sedenalar, o'rindiqlarimiz isitadi, sovutadi, head-up display, 360 kamera, tomlarimiz alkantara elementlaridan ishlangan va klassik karbon elementlarini salon qismida ham ko'rishingiz mumkin. Shunaqa orzuyingizdek zo'r inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'linglar. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Barchalarni Turon avtoda kutib qolamiz.